Yo'llar qaranglar, men bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan kosmetikamiz mana bu. Endi bahor kelishi boshlandi. Mana qarang, SPF 50 lik tonalkamiz hamda bazamiz. Endi bazasiz tonalkani surtganda qanaqa bo'ladi va baza bilan qanaqa bo'ladi? Ozginagina baza qildim. Mana bazani yediraman. Bazani o'zi ham shunaqaki, ozginasi yetarli miqdorda mana bazamiz shunaqa ajoyib, hidi ham nejligini bilasizlar. O'zida tonalkani sizlarga effektini ko'rsatib beraman. Baza bilan tonalka qilinganda terida chuqurchalar paydo bo'lmaydi. Bir tekisda yutishga yordam beradi. Mana bu SPF 50 lik tonalkamiz. Mana bu yerga bazasiz holatiga ozgina soldim. Mana bu bazali qismiga ham ozgina miqdorda soldim. Ko'rib turganingizdek, tonalkamizni yengil yedirdik. Tekislik paydo bo'lib, bu tomonda tekis bir xil qilib berdi.